Hurmatli o'quvchilar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tarix fanidan zakovat savollarini o'rganamiz. So'ramisiz? Birinchi savolimizni eshittiryapmiz. Marhamat, savolni o'qib eshitaman. 797-yilda Quva shahrida yoshligida ilm ko'z ilg'amas ummonning bor adog'i, bog'u dala o'rmonning bor adog'i, hatto moviy osmonning bor adog'i. Demak, javob ushbu ta'riflarga mos tomamiz Quvalik Ahmad al-Farg'oniy hazratlari hisoblanadi. Bal bilan 3-o'rin 8-A sinf o'quvchilari jamoasi. 2-o'rin 6 bal bilan 9-A sinf hamda 8-B sinf jamoasi. G'olib 11-A sinf jamoasi. Qarang, 8 ta to'g'ri javob bo'ldi. Bu boshlanishi hali g'olibliklarimiz bor ekan. Va qarsaklarimiz. Bilasizmi, g'oliblikni boshlashimiz boshqacha o'zgartiradi. Bitta najot bo'lsa bu ham edi. Rahmat hammangizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayon bordur barcha azm daryo.